Biz buni uzoq vaqt muhokama qildik. Shartnomani yangilash kerakmi? Kompaniya biz shartnomani yangilashimizni xohladi. Biz uchun bu yaxshi taklif bo'ldi. Lekin har bir memberning o'z fikri bor edi. Hammamiz ketish haqida ko'p o'yladik. Bizda maslahat so'raydigan hech kim yo'q edi. Chonkuk bilan birga gaplashib yig'ladik. Hobbi Huyung bilan ham birga yig'ladik. O'sha paytda biz ko'p ko'z yosh to'kdik. Bu vaqtli bomba kabi edi. Qaysi biri portladi? Biz haqiqatan ham hech narsa qilishni xohlamadik. Biz doim yugurayotganga o'xshardik. Biz qayerga ketyapmiz va qayerga boramiz? Biz rostdan ham shunday o'yladik. Balki to'xtashni vaqti kelgandir. Men ularni baxtli ko'rishni xohladim. Kompaniya bilan munosabatlarga qaramay, men memberlarning tabassumini ko'rish uchun shartnomaga imzoladim. Men ularning tabassumini ko'rmoqchi edim, chunki ular hozir juda xafa edi.